Yoshurun adablarning bayoni va hajning sirlariga ishora. Bilginki, turli fikr va g'amlardan farigʼ bo'lmay va o'zini tamoman Allohga atamay turib, Allohning rizosiga erishib bo'lmaydi. Poplar Allah bilan o'z ulfat bo'lishini ko'zlab, tog'larda yolg'iz istiqomat qilishadi. Haj bo'lsa bu ummatning bir ma'nida ruhoniyati qilindi. Hajda qalbni mashg'ul qilib oladigan, tuyg'u va diqqatni bulutadigan tijoriy faoliyatlardan qo'l uzish. Tashqi ko'rinish avar bo'lsa-mu, butun vujudi bilan Allohga berilish. Ziyoda yasanmaslik hajning adablaridandir. Yük artilgan tögünün üstüde çın o'ltirolmaslikdek özürüsü bo'lmasa, kajualik tögiga minishdan saqlanish kerak. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi va sallam egar to'qimi ko'ni bir uloqqa minib haj qilgan. Jabir radhiyallohu anhu rivoyat qiludiki, Nabiy sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Haqiqatan Alloh taolo hojilar bilan faxrlangan holda farishtalar mundaq deydi: Bandalarimga qaranglar, ular chechi-chuvuq, to'p-to'zan ichida yiroq yo'llarni besib menga keldi. Sizlarni guvoh qilamanki, ularni mag'firat qildim. Alloh taolo o'z uyini, Baytullohni sharaflik va aziz qildi va bandalarning intilish manzili ayladi. O'z buyrug'i ulug'lansin va uyining sha'ni yuksalsin uchun atrofini haram cheklangan rayon Arafatni bo'lsa, uning saynasida bir maydon qildi. Bilginki, haj amallarining har birida tafakkur qilguvchilar uchun bishoratlar, ibrat olguvchilar uchun darslar bordir. Bulardan biri haj jarayonidagi amallari bilan o'ziga oxirat uzuq tayyorlaganligini o'ylashidir. Undaqda kishi bu amallarning riyo va ko'z-ko'z qilish bilan nobud bo'lib ketishidan saqlansin. Chunki bunday amal ayni safarning dastlabida buzilib, ehtiyoj tug'ilganda egisini hang-tang qoldiradigan xom yemeklikka o'xshash hargiz yor bo'lmaydi va manfaat bermaydi. Yurtidan ayrilib, çöl bayavaniga kirgan va qiyinchiliklarga duch kelgan vaqtida o'lim bilan birga dunyodan qiyomat maydoniga va bu ikkisi orasidagi qo'rqinchlar oldida osh uzuq bilan bir nijotlik borligini eslagay. Yana bir bishorat kishining ihromiga kirish vaqti va kiyimlarini silishidan ibrat elishidir. Haji ihromiga kirganda va ayni o'z kepinini kiygan dunyo ahlining kiyimidan farqli bir kiyimda Robbiga muloqot bo'ladi. Talbiya aytganda o'zining Alloh taolaning buyrug'iga ijobat qilayotganligini yod etsin. Darvaqa Haq taolo kishilarning orasida ularni hajga chaqirib nido qilgin deb buyurgan. Kishi bu ijobatining qabul qilinishini umid qilishi, qabul bo'lmay qilishidan ansirish kerak. Shuningdek, haramga yetib borganda azobdan qutulishdan umidvor bo'lish bilan birga Alloh taologa yaqin kishilar qatoridan bo'lolmay qilishidan ansirishi, lekin umidvorlik ustun bo'lishi kerak. Chunki Allohning karam va mardligi umumiydir. Ziyorat qiluvchining haqqi Alloh tarafidan qo'diladi va panohlik tilguchining amonligi zoyi bo'lmaydi. Yana biri Baytullohni ko'rganda uning kattaligini qalban his qilib, o'zini ushbu manziliga yetkuchilardan qilgan Alloh taologa tashakkur etishi, Baytullohni tavob qilishning ulug' va muhim amal ekanligini his qilishi kerak. Chunki tavob bir ma'noda namozdir. Hajarul Aswadni silgan chaqda ishinib turib, Alloh taologa itoat qilishga va'da bergay va uningga qo'shib ahdiga vafo qilishda qattiq irodaga kelgay. Kabening yupuqlariga isilganda va multazamga yaqinlashganda gunohkor qulning o'z xujusini panoh tortishini va oshiqning ma'shuqiga yaqinlashishini xayoliga keltirgay. Bu vaqtda ba'zilar mundaq she'r o'qigan edi. Bir amillik soyisidir uyingning yupuqlari. Anga mahkam isildim sana sig'inib ya Rabbi. Gar davzaqdan qo'rqqan holda isilsam anga, yo'q gumonim anda davzaqga yo'latmaysan meni. Farmon qilding baytimga qilinglar hajdab, labbay mana panohgoh qildim men baytingni. Safa bilan Marva arasida sa'i qilganda o'zini bajoyiki mizon tarosining ikki uch arasida berib kelayotgandek va mahshargohda tortilayotgandek yoki xizmatdagi ixlosni ko'rsatish uchun marhamatini o'z ko'zi bilan ko'rish, ojizidan ravo qilish umidi bilan Xaqonning o'rdisining oldida berib kelayotgandek tasavvur qilish kerak. Arafatda turganda unda ko'rgan alamanni, yuqori ovozda to'lashlarni, mahshargohda turli tillarda va barcha ummatning qoyim bo'lishi va shafaat talab qilishlariga qiyos qilgin.
Cemaratda şeytanğa taş atqınыңda şu arqılıq ilahi buyruğu boysunğanlığını, qulluq və ibadətini izhar qılğanlığını və bütün nəfsani his tuyğularından soğurulub çıxıb faqat və faqat bir Allah Taala'nın buyruğu boysunğanlığını oylağın. Мәдинеге келсек, Мәдинеyi Munavvarning qarsini ko'rsang, bu shaharning Alloh taolo o'z rasuliga tanlab bergan. Uni hijrat qilishga buyurgan va qabrisining shu yerda bo'lishni iroda qilgan shahar ekanligini asla. Ondan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning Madinada uyoq bu yoqda qadam bosgan yerlarini ko'z oldingga keltir. U zotning xushu va tamkinligini tasavvur qil. Agar u zotning qabrisini ziyorat qilmoq bo'lsang, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning kattaligini va hayvatini qalban his qil. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning muborak jamolini xiyolingda jonlantir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning martabasining buyukligini asla. Ondan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga salom bergin. Rasulullahning xuddi hadisda kelgandek sening u yerdaligingni va salom berganligingni biladiganligini bil. Muxtasar Minhajul Qasidin İmam İbn Qudama al-Maqdisi Pilalg'uchi Doktor Abdulaziz Rahmatullah Tarjim qilg'uchi Abdullah Abdulmajid Nashr qilg'uchi Sajiya Islom Tadqiqot Markazi Muharriri Doktor Abdulaziz Rahmatullah A9 Korrektor Abduvali Ablis Muhammad Barat Layyaligüchi A. Aqhun 2024 yılı 1. Nəşri 1. qatim basilishi İstanbul Nəşr huquqi Sajiya İslam Tadqiqot Markaziga tava. Har qandaq o'rin yoki shaxsning xohlagancha ko'paytib tarqatishiga ruxsat qilinmaydi.